Ya'ni eng katta koeffitsient toping. Ya'ni 5-xadi o'zgarmas bo'lsa nima bo'ladi bu? 5-xadi boshidan boshlab bo'lsa, demak 5-xadi nima degani? Kombinatsiya n dan 4 bo'ladi. 5-xadi bitta oldingisi bo'ladi-da. To'g'rimi ustozlar? Demak 55-savolda demak boshidan 5-xadi deyapti. Demak u 5-xadi bizda 4 bo'ladi. Shu narsa bag'da kubilzosda x ni n - 4-si bo'ladi. Kara 1 taqsim x ni 4-si bo'ladi. Shu o'zgarmas bo'lsa degani, o'zgarmas son, ya'ni bu yerda x ni 0-si bor degani. X darajasini olib n - 4 taqsim 3 ni x ni -4-sini olib, shuni darajasini x 0 ga tenglab berishimiz kerak. n - 4 taqsim 3 - 4 teng 0. Bu yerdan n ni o'rniga 16 qo'yamizmi? 16 qo'ysam, 4 ayirsam 12, 3 ga bo'lsam to'g'ri. Demak 16 ekan. Mana bu narsa kubilzosida x plus 1 taqsim x ni 16-si ekan. Shuning endi eng katta koeffitsiyenti so'rayapti. Eng katta koeffitsiyent qayerda bo'ladi endi savol? Eng katta koeffitsiyent qayerda bo'ladi? Bu kombinatsiya 16 dan qaysidir nima desam ekan? Ayn xadi bo'lib tursin. Emas, a bo'lib tursin. Ayn xadi bo'lsa nima bo'ladi? Tepada shunga o'xshash misolda o'rtadagi xadridikku, hozir 17 ta xat bo'ladi, 9-si eng katta bo'ladi. 16 dan 8 ta tanlab ketirsak bo'lsa kerak. O'ylaylikchi, o'shani o'ylayapman, faqat son chiqmasmikin, a? X darajalaridan son chiqmaydi-da, to'g'ri. Demak, kombinatsiya 16 bo'lsa 17 ta xat bo'ladi, 16 dan 8 bo'ladi-da. O'rtadagi xat bizga 9-xat bo'lishi kerak, lekin 9 qo'yimizda 9-xat topish uchun 8 qo'yamiz darajasiga. Chunki birinchi xati 0 dan boshlanadi. Endi javobda hisoblab qo'yganmikin yo shunday berganmikin degan savol ham bor. Sizlar hisoblab qo'yinglar shuni. Mabodo 16 dan 8. Mabodo ichkarida tushsa hisoblab qo'yasizlar. 1870 ekan ustoz. Nechi? 2000? 12870. Oho, 12870 ekan.